Esingdan chiqmasin, qarz o'g'il bolani ishini orqaga tortadi, o'g'il bolani shijoatini, g'ayratini so'ndiradi. Alloh azza va jalla kuniga rozi bo'lib yashashlikka hammamizga tavfiq bersin. Taqdir qilgan rizqiga ko'nib rozi bo'lib yashayotgan bandalardan bo'lishimizga, yashashimizga Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Parvardigor bizni haloling bilan haromdan behojat qil, fazl-u karaming bilan o'zingdan boshqalarga muhtoj qilmagin. O'sha biznesing cho'kib ketmayaptimi? Orqaga ketmayaptimi? Bir xil turibdimi? Ko'paymayapti, lekin ozaymayapti ham. Tirikchiliging o'tib turibdi, kami-kating bo'lib turibdimi? Sabr qil. Alloh qo'llayman degan. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu degan. Kim Allohga tavakkul qilib suyansa, Alloh uni Allohga hamdlar bo'lsin. Bu Ramazonga siz bilan bizni yetkazdi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Qimmat mashina minish, chiroyli mashina minish harom emas. Chiroyli uy solishlik harom emas. Chiroyli to'kin sochin, boy badavlat hayot kechirishlik harom emas. Chunki Alloh taolo bandalarga chiqargan bu ne'matlarni. Siz ibodatni hozir o'lib qoladigandaqa qilib turib, imoratda 1000 yil yashaydigandaqa soling. Alloh taologa ibodatni zo'r qilib qo'yib turib, milliard dollar topisizmi? Muammo nimada? Bittasini qilyapti-da biz odamlarimiz. Pul topgani, faqatgina pulga kirishib kelib turib, ibodat tashab qo'yapti. Ibodat qilayotganini qarasangiz, faqat ibodat qilyapti, dunyoda tashab qo'yapti. Ikkalasi ham noto'g'ri. Ikkalasini bitta qilishni kerak. Mana shu kalta nimalar bor-a? Aytib qo'yinglar, qanaqa messenjer edi? 30 sekundlik kelaveradi, bunday qilsa chiqaveradi, nima edi? Hammasi esli bo'lib turibdi, xuddi bilmaydigandaqa. Katta odamlar ham o'sha telefonga mashina mod olib yarim soatlab, 1 soatlab o'tiradiganlari bor. Qaranglar-da, uyat. Endi nimasi achinarli? Yarim soat mod olib o'tirdi, o'lib ketsin, bitta bir foydali narsani olgan bo'lsa. Yarim soat mod olib o'tirdi, ne qarasa, kallasa biron narsa qolmaganda. To'g'rimi? Maoshing ozmi? Ishsiz yurganlar bor. Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikkala oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasan yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda, dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor. Unga qara shukr keltirmay ilojing yo'q.